Assalomu alaykum. Bugun sement zavodlaridagi klinker pechkasini bandajini ortini muaylash haqida suhbatlashamiz. Bu bandajlar pechkaga qotirilgan bo'lmaydi. Ular pechkadan mustaqil ravishda aylanadi. Bu degani pechka bilan bandaj orasida har doim ishqalanish bor. Aniqrog'i o'sha bandaj bilan o'sha pechkani sitlosi orasida har doim ishqalanish bo'ladi va borib sitlolar yemiriladi. Vaqt o'tishi bilan sitlolar ta'mirlanishi kerak, ya'ni ular almashtiriladi. Bu juda jiddiy ta'mirlash ishi. Buni ta'mirlashni kamaytirishning bitta usuli har doim bandajni ortini moylash. Bu moylash uchun biz Wilfracot C-Fluid degan moyni taklif qilamiz. Ungacha bandajlar har xil usullarda moylangan, ya'ni standart usuli bo'lmagan. Masalan, I40 moyini grafitga aralashtirib ham moylanganlarini eshitganmiz. Endi u paytlari o'sha sovet paytida pechkalar juda sekin aylangan va pechkani ortiga odam kirib olib, o'sha qo'li bilan bandajni moylaganlarni ham bizga hatto gapirib berishgan. Endi menimcha bu ishni qilish uchun pechka o'chgan bo'lishi kerak, chunki bo'lmasa I40 moyi yonib boshlaydi qo'l bilan o'sha surtayotgan paytingizda va tutunda menimcha hech narsani ko'ra olmay qolasiz. Endi hozirgi pechkalarda buni iloji yo'q, chunki bugungi pechkalar ancha tez aylanadi. Ya'ni bandajning orasiga qo'lni tiqishning hech qanaqangi xavfsiz ravishda iloji yo'q. Yana bitta usuli ayrim mijozlarimiz ishlatishadi. Bular grafitli sovunlar ishlatiladi. Bu bir qarichcha keladigan grafit sovuni bo'ladi. Bu 60 gradusda erib boshlaydi va uni qo'l bilan o'sha bandajni ortiga sovorasiz. Buni kamchiligi yana o'sha, bu juda xavfli. Ya'ni bu degani kimdir shaxsan bandajni oldiga borib qo'li bilan solish kerak. Bu birinchi muammosi. Ikkinchi muammosi, bu ishni yarmini qildi xolos. Chunki bu bilan bandajni faqat ortini moyladingiz, lekin bandajning yonini, bortini ham moylash kerak bo'ladi, chunki bortida ham ishqalanish bo'ladi. Buni eng qulay usuli faqatgina sepish usuli bo'ladi. Masalan, bizda Wilfracot C-Fluid degan moyimiz bor yoki bo'lmasa Behimning Ringloop degan moylar bo'ladi. Ikkalasi bir xil moy, juda yaxshi obro'li brendlar tomonidan ishlab chiqarilgan moylar. U moylarning qulayligi nimada? Ular tutamaydi. Ya'ni ular hatto tutamaydi. Ya'ni bemalol yonib ham ketmaydi. Masalan, agar siz I40 ni sepgan bo'lsangiz, shu paytgacha ko'rasiz, menimcha ko'rgansiz, ishlab turgan paytida bu yonib tuta boshlaydi. Oxiri qayerga sepayotganingizni ko'rmay qolasiz, lekin bu zamonaviy moylarda umuman ular hatto tutamaydi ham deyarli. Lekin ularni sepish har doim juda noqulay ish bo'lib kelgan. Bu muammoni hal qilish uchun biz bugungi kunda Pulvermatic KD nasosini keltirganmiz. Bu shunday korobkada keladi va ustiga Gloria 505T deb yozilgan bo'ladi. Buni Gloria ishlab chiqaradi. Keyin bu nasos qanaqa ishlashi haqida gapirib beraman. Korobkadan agar kulibirni o'zidan oladigan bo'lsangiz, u nasos keladi, chiqadi korobkadan, shlang chiqadi, mana bunaqa rechakli va kalta trubka keladi. Keyin yelkaga osadigan tasmasi bo'ladi. Lekin buni o'zi bilan ishingiz bitmaydi, sababi bu juda kalta trubka. Ya'ni buni o'zi bilan siz bandajni oldiga bora olmaysiz, oldi tomondan. Buni faqat ortidan yoki ostidan bandajga yaqinlashishingiz mumkin, lekin bu juda xavfli. Shuning uchun biz qo'shimcha ravishda teleskopik trubka qo'shib beramiz. Ana endi bu trubka 2 metrgacha uzayadi va ana endi bemalol uzoqdan turib bandajga endi moyni sepishni iloji bor. Buning uchun mana bu teleskopik trubkani bunga ulaysiz. Va farsunkali trubkani endi bunga ulaymiz. Bu trubkani qulayligi bu mana 45 gradusga qayrilgan. Ya'ni yondan turib bandajni ortiga moyni sepishni oson qiladi. Marhamat. Bu bilan sepganingizda har doim pechka, o'sha bandaj tepaga qarab aylanib ketayotgan tomonida turishingiz kerak. Ya'ni eng xavfsiz tomoni o'sha. Va taxminan pechkani o'rtalaridan sepib boshlaysiz.
va siz sepgan moyni pechka o'zi bilan olib chiqib ketish kerak tepaga. Va har bitta bandajga taxminan 1-1,5 kilogacha, litrgacha moy sepiladi. Va agar 3 ta bandaj bo'ladigan bo'lsa, bu degani 3 litrdan 4,5 litrgacha sizga moy kerak bo'ladi. Bu nasosga 5 litrgacha moy ketadi. Ya'ni agar sizda 4 ta bandaj bo'ladigan taqdirda ham bemalol bu nasosning hajmi sizga yetishi kerak. Keyin ish tugagandan keyin buni yechib, o'zini maxsus qo'yadigan joyi bor, trubkalarni. Va shlangni ham qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Marhamat. Buni ichiga moyni solish uchun buni bosib turib, bilasiz, mana bu nasosini yechib olib, orqasida filtr o'rnatilgan bo'ladi. Filtrni qo'yib, ana endi unga o'sha sepiladigan moyni solasiz. Kerak hajmni solasiz. Aytganimdek, ortiqcha solmaysiz, chunki ortiqchilikni ko'tarib yurishning ma'nosi yo'q. Sababi agar juda ko'p sovurib buni ichida qolib ketadigan bo'lsa, Bifragut Seafluid yoki Behemni Ring Loop degan moylaridagi ichidagi o'sha grafit kukuni bular agar turib qolsa cho'kib qoladi va bu ostiga cho'kib qoladi. Keyin ish boshlash qiyinroq bo'lib qoladi sizga keyingi kun, keyingi hafta. Shuning uchun ham har doim buni ishlatib bo'lgan paytimiz ichida moy qolmasligi kerak. Agar mabodo ichida moy qolib ketgan bo'lsa, buni qaytarib solamiz. O'sha kerak o'zingizga moyni sovurganingizdan keyin filtrni olib qo'yib, nasosni o'rnatamiz. Va keyin unga bosim beramiz qo'lda. 6 atmosferagacha ko'taramiz bosimni. 6 atmosfera bo'lgandan keyin buni o'zini ilgagi bor, biroq yana qotirib qo'yamiz. Ana endi bu bilan ko'tarsa bo'ladi. Yelkaga osadigan tasmasi bor, o'sha olib yurish qulay bo'lishi uchun. Odatda ko'pincha buni masalan pastda agar to'ldirib oladigan bo'lsangiz, bemalol ochib zina bilan tepaga chiqishingiz mumkin. Keyin buni ichidagi moy agar qolib ketadigan bo'lsa, buni to'kib olishingiz uchun har doim oldin bosimni kamaytirib tushirib olishimiz kerak. Uning uchun mana klapani bor. O'sha klapani bossangiz, ichida bosim, havo chiqib ketadi. Ana endi buni ochib, ichidagi moyni to'kib qaytib idishiga solasiz. Lekin aytganimdek, shunaqa moy solish kerak ichiga, ish tugagandan keyin ichida umuman moy qolmasligi kerak. Ya'ni butunlay hamma moyni o'sha 3 ta bandajga teng taqsimlab sepib olish kerak. Marhamat, agar savollaringiz bo'lsa bemalol murojaat qiling, yordam berishga harakat qilamiz. Rahmat.